Sapfir programmasi. Sapfirda voice, kolonna, plita, stena, balka, ferma qo'shiladi. Shuningdek, eshik, ayna, lestnitsalari, kolonna, plita, stena, balkaga armaturalar qo'ysa bo'ladi hamda spesifikatsiyasini ko'rib chiqsa bo'ladi. Biron bir proyekt chizishdan oldin o'shini qo'yib olamiz. O'shni bosib parametriga kirib o'shga razmer beramiz. Masalan, plyusni bosib qo'shamiz. Polosini 6 metrdan qilamiz. Okey deb bossak, o'z holatiga kelib qoladi. Endi esa kolonnani qo'yishimiz uchun kolonnani bosamiz. Bu yerda secheniya deyapti, secheniyasini bosib kolonnani razmerini beramiz. 40 ga 40. Bu yerda qanday beton bo'lsa ko'rsatilgan, bizda 1.25 var. Avtomatik tarzda qo'yish uchun bu knopkani bosib ustiga keltiramiz. Qo'yiladi. Sahnaga qilamiz. Endi esa balkoni qo'yamiz. Balkaga shuningdek secheniyaga kirsak, bu yerda rasmlar ko'rsatilgan. Bu 40 ga 40 bo'ladi. Bu yerda qanday qilib qo'yishga ko'rsatilgan, qaysi tochkadan qo'yilishi. Biron bir obyektga operatsiya qilish uchun uni выделить etib turib, mishkani o'ng tomonini bossak, kopирование базовой точки degan instrument ochini bosamiz. Endi plitani chizamiz. Fundamentga plita bor, oddiy plita bor. Fundamentni esa fundamentga qo'yamiz. Endi esa oddiy plitani chizamiz. Buni ham beton klassini 1.25 qilinadi. Bu pastga tushib tepaga ko'tarish uchun uni tepaga отверхний этажерni qo'yamiz.
bo'ldi. Endi stena перегородка bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam nisushi bo'lishi mumkin. Biz nisushi chizamiz. Bu yerdan chekada tochkasidan chizishni ko'rsatib qo'yamiz. Uni ham beton klassini 25. Tepasidan 40 tushirib qo'yamiz regelda hisobiga. Minus 40. Mana bo'ldi. Endi program chizish uchun plitani model qilib so'zlarni programga kiramiz. Liniyada program chizishni boshlaymiz. Bu yerda razmer ko'rsatiladi. Enter. Program çizildi. Eshikte basıyoruz. Program yani razmeri parametre şirinası 90 vысотасы basıyoruz. Yumumuzu devorga qo'yamiz. Endi esa eshik shaklida bo'lishi uchun zaполнениеga kirib mana qo'yildi. Bu Sapphire programmasi ko'proq dizaynga emas, konstruksiyaga kerak bo'ladi. Bu konstruksiyasini yasashda keyingi darslarda ko'rsataman. Hozircha kolonna, rigel, plita, fundament shunga o'xshagan narsalarni ko'rsatdim. Lestvica qo'yishni ham bir qator ko'rsatdim hozir. Lestvica. Bu yerda lestvica qaysi turda ekanini ko'rsatib ko'rsak. Uzuni, bo'yi, eni 1 metr bo'ladi. Bo'yi 3 metr. Uzuni 6 metr qilamiz. Qo'yamiz. Qo'ygandan so'ng mana shu shaklga kiradi. Buramiz. 180 gradusga. Keyin bu перемещенияsi bilan chizdirib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Saqlanib qolamiz. 9 va 11 sinflarni bitgandan so'ng O'sh va Bishkekdagi Kedis kollejiga topshiring. Bu yerda maxsus guruh 3D programma, Play Marketga приложение yozishni hamda sayt yasashni o'rgatadi va chipu stanogini yig'ib uni boshqarishni o'rgatadi.